好，欢迎同学们来到教你学国家通用语言情景绘画即学即用2，我是你们的老师 Sekila Asqa。今天我们要学习的是第6单元，阿里木和姐姐办业务。那么阿里木和姐姐去办什么业务了呢？我们一起来先呢看一下我们的生词总动员。第一个业务，好，这个业务的意思呢是 kasb。 那这个 kasb 是不是我们比如说上大学的孩子啊，Ali maktab o'qiyotganlarda你的这个 kasbingiz nima deb so'raydi，是不是你的业务是什么？不是的啊，业务deganimiz是像这个比如说移动啊、联通啊，移动公司、联通公司的 ms， 那你给还有我们的这个银行啊、这个邮局呀、qatarlıq yerga borgan vaqtimizda bular nima kasb bajirmoqchi deb so'raydi. Masalan, bankaga borsak, siz pul solmoqchimi yoki boshqa karta bijirmoqchimi yo boshqa ish qilmoqchimi degandek nima kasb bijirmoqchi deb so'ragan vaqtida 您要办什么业务？您要办什么业务 deb so'raydi。 那我们去移动的时候啊，移动公司、联通公司和巴萨么，比如说你呢是去交费吗？还是这个要办卡吗？还是要干什么呢？那人家就会问你，您要办什么业务的？kasb desaklam bu shu biz maktabda o'qiyotgan kasbni 专业 deymiz. Uningda 你的专业是什么 deymiz. 那么 xizmat qilgan kasbimizni 职业 deymiz. 那 sizniki xizmatingiz nima, kasbingiz nima desak, 你的职业是什么? Mavu kasb deganimiz kasb bijirishdagi kasb. 好，下面一个邮政所。邮政所怎么写的呀？邮呢就是邮点 hat bilan boshlaymiz. 我前面是一个邮，然后一个耳朵，政呢是政府的政啊，一个政字，然后一个反文，所撇撇横折横撇撇横竖，所以的个所，邮政所。邮政所的个 mes 就是pochtxona， 我们所说的这个 pochtxona。 Masalan, mening opam pochtxonada ishlaydi desak, 我妈妈在邮政所上班，我妈妈在邮政所上班。bugun men mushu pochtxonaga berib ozroq ish bijirmoqchi desak, 今天我去邮政所办点事。今天我去邮政所办点事 desak bo'ladi。 下面一个呢，箱，一个竹字头啊，一个竹字头，下面一个木，然后呢先是木头的木，然后是眼睛的木，箱。那箱它是什么意思呀？是sanduq degan ma'nosi va eshik degan ma'nosi va qatorliq. 比如说 odatda biz eshik degan vaqtimizda 箱子 bir eshik olma, 一箱子苹果 bir eshik ana, 一箱子石榴 desak bo'ladi. Uningdan boshqa去年呢，这个我们在学那个第一册的时候，我们也学过这个箱包。箱包，我说chamadon, sumka qatorliqlarni o'rgangandik. Shu vaqtida ilaqi mundaq odatda biz o'sha boshqa bir yerlarga borgan vaqtimizda nima ilib olamiz yinimizga？我们一般说提了一个箱子的qo'yamiz qo'y。我们所说的这个 chamadon degandek，这个呢都叫箱子。desak bo'ladi， 行李箱啊，这个行李箱是我的，这个行李箱是我的 deganga o'xshash。 那箱，我们去邮政所寄东西，寄的比如bo'ldi bir narsa avatmoqchi bo'lsak， 我们要把这些东西放到什么地方？ 不是的，我们要放到箱子里面啊，我们要把它放到箱子里面。箱子 eshik, sanduq qatorliq ma'noda。 好，那下面一个呢，红枣，撇折提，横竖横，红枣呢横竖横折竖撇捺，anandagi chiktal chekitda。 红degan qizil，
枣 deganimiz 就红枣加在一起呢是chilan呢。那bizning bu yerning 或者说mening yurtimninki chilini nihoyatda dangliq desak，我们家乡的红枣很有名。我们家乡的红枣很有名。那bu chilan bek tamdikan，这红枣很好吃。这红枣很好吃。desak buludu。下面一个呢，曲，一个耳朵是吧？横竖竖，横提，然后呢，一个右曲，它的意思是什么呀 ？almak， 那 ilish degan ma'noda。那一般情况下，bu ilishda nima ilishday ekanmiz, yana bir nimani ilishday ekanmiz, bugun endi bu tushmi ilish ulab chiqdi-ku. 一般你的东西sizning narsangizni ma'lum bir joyga qo'yib qo'ygan bo'lsa, na shu qo'yib qo'ygan joydan siz bu narsangizni yana ilib akassingiz, uni chu deymiz. 比如说hozir mushu posilka kelishbek intayin jiq ko'rindi-ku. Na sizningki mushu yinimga kelib posilkangizni ilib ketishingizni saqlab turamay qolgan bo'lsa, men posilkangizni bir do'kon ichiga qo'yib qo'ydim. Na sizga bir tal uchur yuzayman. Nima deyman? 您的包裹我放到店里了，麻烦您尽快来取。那就是ma posilka kimninki? Sizninki. Lekin bu nereden? Bu ma do'konda. Bu yerdan qanday qilasiz? Ilib olasiz. Buni biz chu deymiz. Nama men pulimni bankaga qo'yib qo'ydim. Na shuning bilan bu pul bormi yo'q? Bor. Na keyin men pul kerak bo'lib bankaga berib pulimni og'ilib olgan vaqtimda, na 我应该说是什么呀？我去取钱啊，我去取钱。deymiz chu. Ya'ni masalanga men oyoqni mushu yasat qilib berib qo'ygan bo'lsam, o chu xiu xiezi了. Nima qachon kelib ilib olaman? Chunki bu oyoq mening narsam-ku. Men atiyani buni aktiman-ku. Na qachon kelib ilib olaman desam, 我什么时候来取 desak bo'ladi. 什么时候来取都可以。好，那拿 degan vaqtimizda ko'pinchisi,比如说bir yerga qo'yib qo'yaqliq narsani ilib olsak, uni拿 deymiz. 比如说就是拿书、拿本子、拿杯子 degandagi。好，下面一个手势。手度的手啊，点撇横，撇竖横折钩，横，是呢，撇横钩竖提，撇横竖横折钩竖，手势的意思是 zibzinat 啊 zibzinat。那比如说戴的什么耳环呀、项链呀，还有手链呀、戒指啊、手镯啊，bularninki hammasi 手势 bo'ladi。Ayol kishi zibzinatga omroq bo'ladi desak, 女人喜欢首饰。女人喜欢首饰 desak bo'ladi. Men ancha zibzinat taqmayman desam, 我不怎么戴首饰 desak bo'ladi. 我不怎么戴首饰。或者说呢, oz taqmayman deb 我很少戴首饰。我很少戴首饰 desak bo'ladi. 首饰 zibzinat. 不要的不是 zibzinat do'koni bor ekan desak, 这里有一个首饰店 desak bo'ladi. 这里有一个首饰店 desak bo'ladi. 下面一个呢，万一一万两万的一个万，横折钩撇一。bu 万一degan是万deganimiz bir tuman, yi deganimiz bir tuman bir mu undaqa emas. 万一的意思呢是 navada， 也就是说agarda tasadbida degan vaqtimizda。那一般万一degan chaqda就是说这件事情不可能不会说是经常发生。doim yuz bermaydi. Ammo lekin navada 或者说 tuyuqsiz bundaq bo'lib qolsa-chu degan vaqtimizda 万一 deymiz. 明天他来吗 ？at u kelamdu. 来呢 keladi. 万一不来呢
kelmay qolsa-chu那bu yerdagi这个万一deganimiz就是navoda kelmay qolsa-chu万一不来呢degandek那么navoda aytman vaqtida kelolmasam siz tamoq yeyavering desam万一我明天不能按时回来那你先吃饭万一明天我不能按时回来那你先吃饭desak bo'ladi万一尴尬这个字呢是横撇竖弯钩然后呢是一个尖竖竖撇然后撇点竖横折竖竖横尬呢也是aldı o'xshab qoldi横撇竖弯钩这个不是9啊9dagi 9 emas anandagi一个介字啊撇捺撇竖尴尬deganimiz是o'ng'aysizlanish boshqalarning oldida o'ng'aysizlanib qolsangiz就是很尴尬bo'ladi比如说经常会发生一些比较尴尬的事情boshqalarning oldida xijil bo'lib qolsa yoki bo'lmasa boshqalarning oldida bir xilliqi qanday qilishimizni bilolmay qolsak就会觉得很尴尬比如说masalan yo'lda ketib berib yiqilib ketgan bo'lsam那一般kichik bola yiqilib ketgan bo'lsa normal那cho'nglar yiqilib ketgan vaqtida他会觉得非常的不好意思xijil bo'ladi你就会觉得非常的尴尬非常的尴尬那么多人都在呢我突然摔倒了太尴尬了好那再比如说bugun atdigan今天早晨出门太匆忙了uydan oldirab chiqib衣服穿反了kiyimimni ta'tir kiyib olibdiman那bugun bir kun ashta yurgan bo'lsam那就是怎么样太尴尬了我衣服穿反了desak bo'ladi anandagi yana masalanga mehmondorlikqa borgan bo'lsak我去一个人家里面做客shuning bilan poypiqimning uchi teshilib bir butum chiqib qolgan bo'lsa哎呀太尴尬了就是这种感觉shundoq bir xil tuyg'u shundoq bir xil感觉ni nima deymiz尴尬deymiz garchi bu so'z kichikgina tasavvurgan bo'lsa-mu lekin bakrak qarab olsak bu na下面一个呢出事那么ko'rsatmak desak bo'ladi那一般情况下odatda manda kinishkingizni ilingmang ko'ray degan vaqtimizda我们都会说是出事比如说kimligingizni chiqaring desak请出示一下您的身份证请出示一下您的身份证那odatda mashinada ketib borgan vaqtimizda如果你没有遵守这个交通规则呢oyoqdan交警kelib sizga nima deydi请出示您的驾照或者是请出示您的驾驶证degan chaqda sho'pirlik kelishgingizni chiqarib desa就是这个出示degan gap那就是ko'rsating degan gap odatda nimalarga shu kinishga qatorliqlarga 出示 deymiz银行卡那银行卡 deganimiz bankka卡 degan karta 那银行卡就是 bank kartasi 这个字怎么写的呀撇横竖提然后横折横竖提撇捺行呢就是我们前面学的那个行不行 degan那个跟这个оқуды шешуна行一个双人旁横竖钩卡竖横竖点银行卡 bank kartasi那uningdan boshqa ishqilib birdan kartasi deganni什么卡 deymiz masalan 会员卡银行卡公交卡qatorliq ishqilib karta bo'lgan bo'lsa-chu bir nima ka deydi ko'pinchisi好那我们来看一下bu sizning bank kartangizmi 这是你的银行卡吗这是你的银行卡吗 bank kartam yutib ketdi bank kartam yutib ketdi 我的银行卡丢了我的银行卡丢了desak bo'ladi那men bankaga berib bir bank kartasi bijirib kelay desam 我去银行办一个银行卡我去银行办一个银行卡 desak bo'ladi输入这个字好像有点难是不是横撇折提竖qilib anandigan
撇捺横竖横折钩横横竖竖钩输 deganimiz 入撇捺输入 deganimiz 就是kirgizmek. Nimani kirgizimiz? Odatda masalan iliqi bundaq bir kichik maxfiy nomerni kirgizing, yo bo'lmasa u nomerni bu nomerni bijim nomerlarni bilsin, kirgizing degan bo'lsa, bizga 输入 deydi. 请输入您的密码。那 maxfiy nomeringizning kirgizing. 请输入您的密码 deydi. Shu qilib, mushu mayli telefon bo'lsin, kompyuter bo'lsin yoki ashundaq narsalarga mushu son ulamli nima bo'lsin, bunda besib turib kirgizgan bo'lsak, uni biz 输入 deymiz. 输入 deymiz. Qolgan bundaq, masalan, men kitobni mayaga kirgizib olsam, buni 输入 demdi. Yo'q. Shi bundaq to'g'riga besib kirganni uni 输入 deymiz. 好，下面一个呢，竖，点撇横竖撇捺，撇折撇横，然后一个反文旁，这个呢是竖。Bu xatning ikki xil o'qilishi bor. Shu deganimiz sanash, shu deganimiz san. Shu deganimiz san. Odatda biz maxfiy nomerimiz qancha sonli bo'ldi deymiz? 6 xonliq chiga maxfiy nomer desak, 6位数密码，6位数密码 desak bo'ladi. 数字 deganimiz son, 数字。好，数数 son sanash, 数数 son sanash desak bo'ladi. 好, uningdan boshqa biz mushu matematikani nima deydik? 数学。数学 desak bo'ladi. 数知道了吗？下面一个呢，密码。密码，密怎么写的呀？一个宝盖头，然后点握钩点点撇然后呢是一个，这是一个必点还国安能的一个山，然后呢码呢是一个10，然后一个码，密码 maxfiy nomer。maxfiy nomerni unutib qolibdiman. 我把密码忘了。我把密码忘了 desak bo'ladi. Na maxfiy nomeringizni kirgizing desak, 请输入密码。请输入密码 desak bo'ladi. Bank kartangizningki maxfiy nomeri nima desak, 你银行卡密码是什么？你银行卡密码是什么 desak bo'ladi. Andin 核对，核对，一个木，然后呢点横撇折撇撇点，对呢是横撇这个捺，横竖钩点，核对。核对的意思呢是 selishturma， 意思就是说 oldidagi mau sizningki mushu， 比如说一般情况下我们会说核对信息deymiz. Mau uchurlarni selishtirish deymiz. 就是说 siz menga kimlik nomeringizni, telefon nomeringizni deb berdingiz, men yozib xotirlab qo'ygandan keyin等我这边登记完了以后呢，我会对你说，请您核对一下。yana bir selishtirib beqing, qarab beqing， 那就是说 qarab beqing xatolik bormi yo'qmi degan gap. 那像我们考试的时候，我们会有一个准考证号。bir iliqi imtihon berdigan mundaq bir nomerimiz bo'ladi-ku. Shu vaqtida muallim doim bizga nima deb eskartadi? 请核对一下你的信息请核对一下你的信息。那就是mushu uchurlaringizning hammasiga yana bir qarab yeting, to'g'rimi, xatomi degandek. Odatda 核对 deb degan chaqda shu to'g'ri yoki xato ekanligiga yana bir jazmlashtirib yeting, qarab yeting, bundaq bir selishtirib yeting demakchi. 下面一个签字，签呢一个竹字头，然后撇捺横点点撇横，字呢一个宝盖头，下面一个子，签字。签字deganimiz imzo qo'yish. Menga bir imzo qo'yib bersangiz bo'lamdi? 能给我lekin u vaqtida shu ismini imzo qo'yib berdi, u vaqtida 能给我签个名吗 deymiz-ku. 好，那uningdan boshqa mushu像那样子去办业务的时候birinchi业务去办业务的时候，请在下面签字。menga nima qiling deydi? 这个 imzo qo'ying degan vaqtida 请签字 deb deydi. 好，这个呢是签字。imzo qo'yishni unutib qolibdiman. 我忘了签字了
deymiz. Nega imza qo'yman? 在哪儿签字？在哪儿签字？ostiga imza qo'ysiz desak, 在下面签字，在下面签字 desak bo'ladi. 下面一个呢，证件，证件一个言字旁，然后呢横竖横竖横正点hada证件，件就是一件衣服的件，证件deganimiz就是我们的这个 kinishga 然后我们手上的，比如说把你的证件都带来，那证件lerіңizne alg'ish keling bo'lsa，那就是 kinishkalarіңizne alg'ish keling. odatda什么你的身份证呀kimligimiz, mushu maktab bitgan narsalarimiz deymiz, 毕业证那个证这个证ishqilib bir muncha证lar bor, bularning hammasi qo'shib kelsa 都是证件bo'ladi. 证件都带齐了吗？那 kinishkalaringizning hammasini to'liq aytkeldingizmi？证件都带齐了吗？ desak bo'ladi. 好，单句，单句，单点还点撇竖横折横横横竖，然后呢句是一个提手旁，然后一个居民的居，安居富民房的这个居单句的意思是讨论。好，不是能讨论的是这是您的单句，这是您的单句。忙讨论的地方白的您还没有给我单句，或者说单句你还没有给我，都可以。下面一个收，收 topshirib elishsa， 竖着竖不收ajab buncha chiqdi， 然后一个反文 topshirib elishsa。 那单句bergandan keyin siz nima ish qilasiz? Elib yanchuq salamsiz, uni biz 收下 deymiz. Qabul qilish olganni 收下 deymiz. 那 odatda masalan sizga pul qaytarib bergan bo'lsa, 请收好 degan bo'lsa-mi, 那就是 yaxshi saqlang bo'lsa, 请收好，请收好这是收。以下，以下，那么以呢竖提点撇捺，下横竖点。以下deganimiz din tuvan, din oz deb tushunsak bo'ladi. Masalan 10 yoshdan tuvan bo'lgan o'quvchilar desak 10岁以下的学生，10岁以下的学生那 din yuqori deganni 以上deymiz. din tuvan deganni 以下100dan yuqori bo'lsa 100 以上, 100dan tuvan 100 以下. Masalan bu qitim imtihanda 80dan tuvan olgan o'quvchilar ketmay sinfda qilinglar bo'lsa, 这次考试80分以下的同学留在班里。这次考试80分以下的同学留在班里。desak bo'ladi. 自助，自助，自是自己的自，助呢是帮助的给助，自助。那自助deganimiz o'zi o'rindimak。那么一般情况下biz doim deymiz自助餐，自助餐deydik. o'zi tanlab bergan tamoqni自助deydik. Unimi 自助 deymiz. 那比如说 bugun tushda o'zimiz tanlab bergan tamoq yeylik desak, 今天我们去吃自助吧，今天我们去吃自助吧。那么在这个地方呢，我们还可以说一个自助服务的 desak bo'ladi. 就是说 siz o'zingizning ajitingizni o'zingiz chiqib mushu mulozimatlarni 或者说 ma'lum bir kasbni o'zingiz bilan bajara olsangiz, uni biz 自助 deymiz. 比如说 hozir kinoxonalarga 这个我们去 bilet setib olib borgan vaqtimizda, 以前呢是 odamlar cho'qib setib berdi. Hozir 还有一个自助取票的 bor. O'zimiz bilet ilib oldik. To'rdan setib olamiz, arg'imani solib 一下, bilet o'zi chiqib berdi. 那就是自助取票，自助取票机。那么uningdan boshqa yana bizningki mushu pul olgan vaqtimizdami cho'qim xodimlarning oldiga bormay有取款机，对吧？那我们可以从这个取款机里面怎么样自助取款自助取款。好，下面一个呢，完成，完成。好，
那完成完就是那个完 tugdi degan digi完成，我们以前呢也学了啊，完成 degan mas 就是tamamlamak， 也就是 pdi degan ge ba， 那就是说你比如说bankaga bargan vaqtimiz uchun agarda kichikgina pul olib qolmoqchi bo'lgan bo'lsak， 我说我取个3000块钱degan bo'lsa， 那柜台这个xodimlar一般会告诉我们呀啊，这个多少多少钱，比如说2万块钱bo'lgan bo'lsa， 2万块钱以下，2万块钱以下，你可以去 ATM 机自助完成。那 o'zingiz ashyaga berib, o'zingiz ilaqay pulni ilib olsangiz bo'ladi. Na nemish bunday qilamiz desakchi, men yerda paydoy saqlab bunda uzun turishninki hojati yo'q demakchi ya. 自助完成 desak bo'ladi. Na uningdan boshqa men vazifani o'rindab bo'ldim, tamomlab bo'ldim desak, 我已经完成了任务 desak bo'ladi. 我已经完成了任务 desak. Na topshiriqingizni ishlab bo'ldingizmi desak, 你的作业完成了吗？你的作业完成了吗 desak bo'ladi. 最后一个慢走。慢走，慢，一个是竖心旁，对吧？竖点点，然后呢，上面一个日，下面一个四一样的竖横折，竖竖横啊，四不到六，走呢，横竖横竖横撇捺，慢走。那一般情况下啊，这个慢走就是说，我们在跟别人说再见的时候，不是个خير خوش avaylab mening anan degan mushu diqqat qiling degandek vaqtimizda 请慢走 deymiz。 这个就相当于一个什么呀？再见 deganiga o'xshash。 请慢走，请慢走。那 avaylab mening degan bir ma'no bo'lib chiqadi。 好，qaysi vaqtida deymiz? Ko'pincha xalq bilan xo'shlashgan vaqtimizda deymiz， 请慢走 deymiz。 好，那我们今天的这个生词是不是就讲完了？讲完了啊，那跟老师一起来读一下。业务，业务，邮政所，邮政所，香，香，红枣，红枣，取，取，首饰，首饰，万一，万一，尴尬，尴尬，出事，出事，银行卡，银行卡，输入，输入，数，数，密码，密码，核对，核对，签字，签字，证件，证件，单据，单据，收，收，以下，以下，自助，自助，完成，完成，慢走，慢走， ATM 机， ATM 机。好，那同学们，今天我们的作业呢是把生词跟以前一样啊，每一个抄2行，选择其中的10个造句。然后我们下一期再见。